Kalondamiz do'stlar. Minorai Kalon. Kalonni Mayoq degan ma'nolari bo'lgan, ya'ni Buxoro Buyuk Ipak yo'lini ma'lum bir tochkasi bo'lgani uchun bu mayoq sifatida Buxoroni topib olishga yordam bergan. Buni usta Baqo quradi. Usta Baqo bunga fundamentni 10 metr pastga tashlab, fundament qurgandan keyin o'zi yo'qolib qoladi. 2 yil davomida yo'q bo'lgan. 2 yildan keyin u hamma usta Baqo qura olmadi, bo'ldi, tashlab ketdi deb o'ylagan vaqtda usta Baqo qaytib keladi deb 2 yil shu fundament turdi, endi ko'tarsak bo'ladi deb ko'tariladi. 46 metr balandligi. Suv o'rnida tuya suti va tuxumni oqi ishlatilgan. Juda ham mustahkam. Shunday ma'lumotlar bor. Ya'ni Rus armiyasi bostirib kelganda bu Kalonni odarishga harakat qiladi. Samolyotlarning kerosinlari tugaganda ham Kalon og'namagan. To'g'ri, ko'p joylari qirilgan, o'pirilgan, lekin Kalon umumiy ma'noda og'namagan.